Navruz yasharish, yangilanish va mehr-oqibat ayyomi. Bu tabarruk kunlarda keksalar holidan xabar olish, ko'p yillar el yurt tinchligi yo'lida xizmat qilgan faxriylarga ehtirom ko'rsatish xalqimizning eng go'zal va boqiy qadriyatlaridan biridir. Viloyat Ichki ishlar boshqarmasining ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash xizmati xodimlari ana shunday xayrli an'anani davom ettirgan holda bayram yo'qlovini ham amalga oshirdilar. Dastlabki manzil ko'p yillik boy hayotiy va xizmat tajribasiga ega, tizimda fidokorona mehnat qilgan iste'fodagi mayor Saparvoy Hasanov xonadoni bo'ldi. Faxriy ustoz bilan kechgan suhbatda o'tgan yillar xotirasi, xizmat mashaqqatlari va bugungi kunda tizimda amalga oshirilayotgan islohotlar e'tirof etildi. Ustozning har bir o'giti shogirdlar uchun haqiqiy hayot maktabidir. Bayram shukuhi iste'fodagi serjant Shuhrat Bobojonov xonadonida ham davom etdi. Xizmat burchiga sodiq qolgan, hayotining eng gullagan davrini osoyishtalikni saqlashga bag'ishlagan faxriyimiz holidan xabar olinishi uning ko'ngliga olam quvonch bag'ishladi. Berilgan e'tibor va ko'rsatilgan hurmatdan faxriyning ko'zlari quvonchga to'ldi. Ular o'zlarining samimiy tilaklarini bildirib, yurtimiz tinchligi va ichki ishlar xodimlari sharafli xizmatiga muvaffaqiyatlar tiladi. Bunday uchrashuvlar nafaqat faxriylarning ko'nglini ko'tarishga, balki yosh avlod qalbida vatanparvarlik va ustozlarga bo'lgan hurmat tuyg'usini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Ustoz shogird an'analari barhayot, qadriyatlarimiz esa boqiydir. Navro'zi olam barchaga muborak bo'lsin.